Assalomu alaykum. Nima biznes qilayotgan deb o'ylanib yurganlar uchun mana gazoblok, penablok ishlab chiqarish bizneslarini taklif qilamiz. Hozir sizlarga gazoblok uskunasini obzor qilib o'taman. Mana gazoblok uskunasi mana suv yonkisi. Tepada 110 litrlik bu shablon. Hali ko'pchilik bochka tepaga qilib qo'yadi, unaqa emas. Bu shablon. Ikkita tenti bo'ladi mana. Bu yerda eqida mana suv anisi, datchiga, suv chiqarish krandagi mana suv motorlari ham tepaga olib berish uchun mo'ljallangan. Suv motorlari endi elektrikasi gazoblokni borib qotirib ishga tushirib beriladi. Pasta 1 tonnalik, tepada 100 litrlik. Konteynerdan yasalgan baquvvat material. Tepasiga sal balandroq ko'tarib, bemalol tagiga o't ham yoqsa bo'ladigan, anaqa plastmassa bochka, oddiy bochkalar emas. Mana shunaqa yaxshi bochkadan bo'ladi. Va mana gazoblok qoliplaridan 2 dona bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, qolip juda yaxshi variantda qilingan. Hali germetiklar bunaqa qilish shart emas bo'lgan yangi yaxshi qoliplar hisoblanadi. Bu qolipdan 2 dona bo'ladi. Va mana bu mishalkasi. Xohlasanglar 220, xohlasanglar 380 ga ishlaydigan mana bu yangi motorlar qo'yilgan, mana katta mishalkalari mana kulchatirib bosasiz ishga tushadi. Hozir bu 220 ga moslab qo'yganmiz. Yaxshi qilib qilingan. O'zini universal reskasi arralari bilan gazoblok komplektimizning narxi $1,500 joyida. Dastavkalar shu adresga qarab kelishilgan holatda. Endi bu penablok gazoblok uskunasini katta varianti. Endi gazoblokga mini varianti ham bor. Mini variantida mana bu mini mishalkasi, o'zi shunga ham mos, o'zini motori bo'ladi. Hozir naryoqda turib uni ham ko'rsatib o'taman. Narginda ko'rayotgan bo'lsangiz pasta 1 tonna, tepada mana bu 110 litr edi. Bunda tepada 55 litr, pasta 200 litrlik suv motor. Bunda ham ikkita tenti, dachi hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Bunaqa suv bochkasi va mana bu yotiq qolipi. Men ipga e'tibor bermaysizlar, rezbalik bo'ladi. Shu yotiq qolipidan 3 dona bo'ladi. 6 tadan bo'lsa 3 tasida 18 ta chiqadi. Mana rastvorimiz bitta qolipga to'ldirishga mo'ljallangan. Listlarni olib qo'yiladi, gazoblok qo'yiladi. Keyin listlarni solib qo'yilsa, kesilgan holatda chiqadi. Shunaqa gazoblok qoliplar. Endi bu qoliplar penablok qo'yish uchun ham ishlatsa bo'ladi. Bu komplektimiz mana o'zini pena generatori ham bo'ladi. Penablok uchun, penaga berish uchun, rastvor tayyorlash uchun rastvor bochkasi, kompressori, mikseri, laptop tumba penasi bilan bo'ladi. Shu mini gazoblok apparati bo'ladi. Ham penablok, ham gazoblok, mana pena generator, kompressor ishlab tomsuv ham qilsa bo'ladi. Uchtasi birda biznes bo'ladi. Buni ham narxi $1,500 joyida. Dastavkalar shu adresga qarab kelishilgan holatda. Endi bu gazoblok liniyalari, gazoblok ham shu qayerdan nimalarni olish, xomashyolardan olinishi, qanaqa tayyorlanishi, hamma retseptlari 100% o'rgatiladi. Endi penablok uskunalarini tanishtirib o'taman. Penablok uskunamizda mana pena generator 100 talik kapron gaz ballondan tayyorlangan. Mana bu qoliplar 60, 20, 30 razmerda, mana belida bir qatorlik обычный qolip bo'ladi. Agar 2 qatorli bo'lsa, belida 2 qatorli profil. Narxlari shu qoliplar usuliga bo'lganiga qarab farqli. Mana bu rastvor bochka, kompressor, mikser, pulzator, shilanka, hammasi laptop tumba penalari bilan. Bu $750 joyida dastavkalar shu adresga qarab kelishilgan holatda. Agar belida 2 qatorlik, masalan, usuliga qilingan variant bo'lsa, $780 bo'ladi. Mana bu endi 40-50-20 komplektini ko'ryapsizlar. Обычный narigi qolip qanaqa bo'lsa, bu ham xuddi shu holatda, faqat 40-50-20. Bo'yiga qisqargan, eniga uzaygan. O'shani hisobiga bu komplektdan 6 talik bo'ladi. 3 tasida 18 ta chiqadi, 3 ta qolip bo'ladi. Bunda ham pena generator, rastvor bochka, laptop tumba, pena, hamma narsasi nargilar bilan bir xil, faqat qolipida farq qiladi. Bu komplektimiz ham narxi $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lgan. Agar buni ham yevro variantlari bo'ladigan bo'lsa, bu mana yevro komplekt bilan bir xil bo'ladi. Bu yevro komplektimiz. Mana yevro komplektimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, oshiq-moshiqlar, baquvvatlari qo'yilgan, belida 7 qator profil to'qilgan, taglarda ham 7 qator profil to'qilgan. Mana bu rastvor bochkasi, pena generatori, kompressor, mikser, pulzator, shilankalari, bonusiga latog listi, kolonna listi, salkam mingta penablok ketadi. Penalari bilan bo'ladi. Bu yevro komplektimiz $850 joyida. Dastavkalar shu vodiy bo'ylab $850 qilib beramiz.
O'zbekiston bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, $900 ga olib borib qo'yishlar o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olish, qanaqa tayyorlanish hammasini o'rgatiladi. Endi mana shu yevro qolipi o'rtasida turbalik Lego varianti, turba teshiklik Lego. Masalan, buni ham Legolar ham turlari ko'p. Bu ikkita teshiklik, 100 lik teshiklik Legolik komplektimiz $950, vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Bunda ham hamma narsasi bo'ladi. Generator, rastor bochka, nari komplekti nimasi bo'lsa, shu narsalari bo'ladi. Bunda tumbasi bo'lmaydi, xolos. Endi bunga tumba shart emas, o'zi tumbali g'ish bu. Shuning uchun ham latoblari bo'ladi. Bu komplektimiz narxi $950, vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Qoliplar pergorodkasi, latogi, qo'shimcha nimasi bo'lsa, hammasini bo'lib ham sotilaveradi. Masalan, generator o'zi kerak deyishi mumkin. Qolip o'zi deyishi mumkin. Lato yo tumba nimasi bo'lsa, bo'lib sotilaveradi. Qoliplar zaxiralarimiz bor. Bemalol ekranimizga raqamli aloqaga chiqsa, zakaz qilsalar bo'ladi. Endi mana generatorlari ham turlari ko'p. Generatorlar ham mana har xilini qo'yib qo'yilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, komplektda qo'shib berayotgan 100 talik generator. Bular ham bor. Zakazga manaqa 130 talik propanga. Mana bilasizlar 100 kg. Buni og'irligi mana yengil. Bunaqa generatorlar, manaqa somsoq uchun o'ta kichkinasi. Sal undan kattaroq. Mana barcha turlardan qilib berilaveradi. G'ishni o'zim qo'yaman, menga o'ntiradigan bochka qilib ber deganlar uchun manaqa o'ntiradigan bochkalar. Endi buni balandligiga e'tibor bermaysizlar, sababi qolipdan baland bo'lish kerak tagi. O'shanda rastor to'liq o'ntariladi. Hamma o'lchamlar to'shni qo'yilgan. Rastor bemalol quysangiz bo'ladi. G'isht tashish uchun manaqa aravalar, penablok, gazoblok tashish uchun aravalar hamma yo'q qilib beriladi. Hozirgi kunda o'ta normalniy, oz pul bilan kattaroq biznes qilsa bo'ladigan bu bizneslar hisoblanyapti. Shu kim mana shu ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsa, batafsil, umuman tushunmagan joylariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga a'zo, like bosishni unutmang.